O'rol va Sabina Sharof Rashidov nomidagi Samarqand davlat universiteti Urgut filiali talabasiman. Bugun biz sizlar bilan ijtimoiy pedagogika fanining predmeti, maqsadi va vazifalarini birgalikda ko'rib chiqamiz. Dastlab mavzuimizni 3 ta reja asosida yoritib boramiz. Birinchi reja ijtimoiy pedagogikaning predmeti va obyekti. Ikkinchi reja ijtimoiy pedagogikaning maqsadi. Uchinchi reja ijtimoiy pedagogikaning vazifalari. Ijtimoiy pedagogika jamiyat va ijtimoiy munosabatlarni o'rganadi. Insonlar bir-birlari bilan qanday muomalaga kirishlarini, guruhlarga birlashish sabablarini va jamiyatning boshqa ijtimoiy masalalarini aniqlashga harakat qiladi. Ijtimoiy pedagogika bu muammolarni biroz boshqacha tarzda uning ilmiy vazifalariga mos ravishda o'rganadi. Shu bilan birga o'z rivojlanishida umumiy pedagogikadan ajralib chiqib, u kompleks xarakterga ega bo'ldi. Hozirda uning nazariy va amaliy faoliyati sohasiga maktab va maktabdan tashqari muassasalarda tarbiya va qayta tarbiya, mehribonlik uylari, qariyalar uylarida yashovchilarga g'amxo'rlik, huquqbuzarlar bilan ishlash va boshqalar kiradi. Ijtimoiy pedagogikaning kompleks xarakteri uning boshqa fanlar bilan munosabatida namoyon bo'ladi. Ijtimoiy pedagogika fan sifatida pedagogikadan ajralib chiqdi. Uni o'rganish jarayoni va ko'rinishi pedagogika fani tomonidan o'rganadigan, biroq o'ziga xosligi aniq bir sohani o'rganish jihatidan tadqiq qilinadi. Pedagogika fani bu yangi tarmoqning o'ziga xosligi, ijtimoiy so'zidan namoyon bo'ladi. Ijtimoiy tushunchasi lotincha socials, umumiy jamoatchilik, insonlarning birgalikdagi hayoti bilan bog'liq bo'lib, ularning muomala va bir-biriga ta'sirining turli xil shakllari birlashtiradi. Ijtimoiylashuvi juda uzoq va murakkab jarayon hisoblanadi. Har qanday jamiyat shunga intiladi. Har bir bola ma'lum ijtimoiy va axloqiy qadriyatlar tizimiga, shu jamiyat me'yor va qoidalariga ega bo'lishi, shu jamiyatda yashashi uchun teng huquqli a'zosi bo'lishga intiladi. Ijtimoiy institut insonlar jamiyatidagi hayoti. Jamiyat o'zining qurilishiga ko'ra turli xildagi o'zaro bog'langan va o'zaro ta'sir etuvchi ijtimoiy institutlarga ega. Ijtimoiy institut insonlar jamiyatidagi hayotning tarixan murakkab shaklda tashkil etilganligi va tartibga solinganligini o'rganadi. Xuddi ana shular orqali bola jamiyat me'yorlari va axloq qoidalarini o'zlashtiradi. Shunday ijtimoiy institutlarni ijtimoiylashgan institut deb nomlash mumkin va bularga oila, ta'lim, madaniyat va din kabilar kiradi. Oila ijtimoiylashuvi, oila ijtimoiylashning yetakchi instituti. Bu orqali bola asosiy ijtimoiy bilimni egallaydi. Axloqiy mohirlik va ko'nikmani oladi. Ma'lum baho va eng yuksak maqsad qilishni o'zlashtiradi. Hayotida nima kerak bo'lsa, shu jamiyatda oladi. Ta'limda bilim olish jarayonida u nafaqat rivojlanadi, balki jamiyatdagi hayotga moslashadi. Madaniyat bu shunday ijtimoiy institutki, insoniyat o'zi uchun yaratilgan moddiy va ma'naviy boyliklarni tanlaydigan maskan. Bolaga uning shakllanishi jarayonida adabiyot, musiqa, rasm, ommaviy axborot vositalari va boshqalarning ta'siri tegadi. Din ijtimoiy institut sifatida murakkab ijtimoiy ko'rinishga ega. Bir butunicha tizimda alohida tasavvur, sezgi, ibodat harakatlari, tashkilotlar va sig'inuvchilarning turli xil birlashmalari mavjud. Ijtimoiy pedagogikaning predmeti. Predmet bu fanning aynan o'sha obyekt ichida o'rganiladigan xususiy qonuniyatlari
va usullaridir. Ijtimoiy pedagogikaning predmeti insonning jamiyatda muvaffaqiyatli ijtimoiylashuvi uchun zarur bo'lgan pedagogik qonuniyatlar, shakllar va usullarni o'rganishdir. Bunga quyidagilar kiradi: ijtimoiy tarbiya shaxsga jamiyatning qadriyatlari va normalarini o'rgatish. Ijtimoiy moslashuv shaxsning yangi muhitga ko'nikishi. Reabilitatsiya va korreksiya muammoli yoki imkoniyati cheklangan shaxslarni jamiyatga qaytarish. Ijtimoiy himoya pedagogik vositalar orqali insonning huquq va manfaatlarini himoya qiladi. Ijtimoiy pedagogikaning obyekt bu fanning tadqiqot doirasi, ya'ni u kimni yoki nimani o'rganiladi. Ijtimoiy pedagogikaning obyekti bu ijtimoiylashuv jarayonidagi inson, bola hamda ushbu jarayonda ta'sir etuvchi barcha ijtimoiy omillardir. Soddaroq aytganda, insonning jamiyatga moslashishi, shaxs va jamiyat o'rtasidagi o'zaro aloqalar, turli ijtimoiy guruhlar, oila, maktab, mahalla, tengdoshlar. Ijtimoiy pedagogikaning asosiy maqsadi shaxsning jamiyatda muvaffaqiyatli ijtimoiylashuvini ta'minlash va uning ijtimoiy muhitga moslashishiga pedagogik vositalar orqali ko'maklashishdan iborat hisoblanadi. Ijtimoiy pedagogikaning maqsadi bolalarni ijtimoiylashtirish jarayonida jamiyatga moslashtirish huquqlarini himoya qilish, hamkorlikni rivojlantirishga yordam beradi. Bu maqsad quyidagi 3 yo'nalishda amalga oshiriladi. Birinchisi, ijtimoiy ta'lim, jamiyat qoidalari, rol va maqomlar haqida bilim berish. Ikkinchisi, ijtimoiy tarbiya, mas'uliyat, g'amxo'rlik, adolat, vatanparvarlik kabi ijtimoiy hislatlarni shakllantirish. Ijtimoiy himoya va yordam, yetimlar, deviant bolalar, nogironlar uchun maxsus sharoitlar yaratish va reabilitatsiya. Vazifalar 3 guruhga bo'linadi. Nazariy vazifalar: bular ijtimoiylashuv jarayonini tadqiq etish kategoriyalarini ishlab chiqish, fandan aro aloqalarni o'rganish. Amaliy vazifalar: deviant xulqni oldini olish, og'ir holatdagi bolalarni tiklash, yetim va ijtimoiy yetimlarni oilaga qaytarish yoki vasiylik tashkil etish, huquqbuzar, o'smirlar bilan individual ish, nogiron bolalarni integratsiya qilish, oilalar bilan hamkorlik. Insonparvarlik, tarbiyaviy vazifalar, gumanistik sharoitlar yaratish, yaxshilik, adolat, milliy qadriyatlar va o'z-o'zini tarbiya qilish ko'nikmalarini shakllantirish, bola huquqlarini davlat va jamoatchilik darajasida himoya qilish. Ijtimoiy pedagogika fanning vazifalari 4 bosqichni o'z ichiga oladi. Birinchisi, bolani va o'smirni haqiqatgo'y qilib tarbiyalash va voyaga yetkazish. Ikkinchisi, shaxsning mustaqil fikrlay olishi, muomalaga duch kelganida uni mustaqil ravishda hal qilishi va o'z munosabatlarini bildirishi. Uchinchisi, atrofdagi kishilar bilan erkin va madaniy holda muomala qilishni o'rgatish. To'rtinchisi, hayotdagi o'z oldiga qo'ygan maqsad va vazifalarni ongli ravishda tushuntirishga o'rgatish. Bugungi kunda oilaviy qarovsizlik, internet ta'siri, migratsiya oqibatlari, ijtimoiy tengsizlik, deviantlik kabi muammolar keskinlashgan. Ijtimoiy pedagogika ularni tarbiya va ijtimoiy yordam orqali hal qilishning asosiy vositasidir. O'zbekiston sharoitida bu fan bolalar huquqlarini himoya qilishda, mehribonlik uylari va internatlarda tarbiyaviy ishni takomillashtirishda, deviant bolalar bilan ishlashda, oilaviy tarbiyani mustahkamlashda, jamiyat barqarorligi va barkamol avlod shakllanishida muhim rol o'ynaydi. Xulosa qilib aytadigan bo'lsak, ijtimoiy pedagogika jamiyatning ijtimoiy muammolarini tarbiya, ta'lim va ijtimoiy yordam vositalari orqali hal qiluvchi fan.
Uning obyekti va predmeti nazariy asosni, maqsadi, yo'nalishni, vazifalari esa amaliy mexanizmlarni belgilaydi. Bu fan nafaqat og'ir guruh bolalar bilan ishlaydi, balki butun jamiyatdagi ijtimoiylashuv jarayonlarini takomillashtirishga xizmat qiladi. O'zbekistonning mustaqillik davrida rivojlanayotgan bu yo'nalish sharq mutafakkirlari an'analari va zamonaviy huquqiy asoslariga tayangan holda kelajak avlodni barkamol, mas'uliyatli va jamiyatga mos shaxs sifatida tarbiyalashda muhim o'rin tutadi. E'tiboringiz uchun rahmat, sog' bo'ling.